Kvartiramizning o'zini ochuv balkoni bor ekan. Vit ko'rasizlar, to'g'rida Megaplanet, Shahristanskiy, Yunusobod krugi. Juda ham zo'r 10-etaj, 11 etajli novostroykamiz. 50 kvadratli hamma xonalar razdelniy novostroykamizga kelganmiz. Yunusobod 8-kvartal Shohsaroy uylari shunda krugga yonida joylashgan. Bu yerda bo'lsa kruj zonamizda garderobniy shkaf qo'yilgan, tayyor turibdi. Kvartiramizdagi kreslo yashiysizlar. Bu yerda bo'lsa razdelniy spalniyamiz joylashgan. Hamma mebel texnikasi qo'yilgan, hamma narsa qoladi kvartiramizda. Kaltdan bir kunda berib yuborishar ekan. Bu yerda bo'lsa to'g'ri kirganimizda oshxonamiz joylashgan. Hamma narsa mebel texnikalari qo'yilgan, o'zini kichkina balkonchigi ham bor. Bemalol havo almashtirsangiz bo'ladi. Yonimizda bo'lsa совмещенный sanuzel joylashgan. Oxirgi xonamiz bo'lsa zalimizdan ko'rib turibsizlar, bu yerga divanli zona qo'ysangiz bo'ladi. Televizor ko'rishga bemalol maza qilib joy yetadi. Bu yerga bo'lsa stul qo'yib, mehmonlarni kutib olsangiz bo'ladi. Kvartiramizni yangi yevro remont qilishgan, narxiga juda ham zo'r, $68,500 so'rashyapti. Yana ozgincha sunnatiga kelishtirib beradigan joyligi bor ekan. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi.